Diqqat aholiga tezkor xabar. Pensiya yoshi o'zgaradi. Ayollar bu videoni oxirigacha ko'rish kerak. Assalomu alaykum hammaga aziz yurtdoshlar. Pensiya yoshi o'zgaradi endilikda. Ya'ni 2026-yil 1-fevraldan boshlab pensiya yoshi o'zgaradi. Ya'ni qancha yosh bo'ladi deganlarga videoni oxirida javob aytib o'taman. Videomizga bizatilib bitta like bosib qo'yamiz kanalimizga obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'ramiz. Ya'ni agarda pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan ayollar bu videoni ko'rayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman. Chunki videoni oxirida hamma ma'lumotni bilib olishingiz mumkin, aziz ayollar. Yana bir bor assalomu alaykum hammaga. Aziz yurtdoshlar, ko'pchilik aytayapti, ya'ni pensiya yoshi o'zgardimi deb. Ha, pensiya yoshi o'zgaradi. O'zgargani yo'q, lekin pensiya yoshi o'zgaradi. Ya'ni 1-fevraldan 2026-yil 1-fevraldan boshlab pensiya yoshi o'zgaradi. Ya'ni ko'p odam aytayapti shunaqa deb, pensiya yoshi o'zgardimi deb. Aziz yurtdoshlar, pensiya yoshi o'zgaradi. Ya'ni ayollar endilikda 65 yosh, erkaklar endilikda 66 yoshdan pensiya olishi mumkin. Ya'ni shunaqa degan mish-mishlarni endilikda internetda ko'p ko'rdim shunaqani. Aziz yurtdoshlar, shunaqa nima tarqabdi, aytishyaptiki, ayollar 65 yosh, erkaklar 66 yoshdan endilikda pensiya oladi deb. Aziz yurtdoshlar, videomizga darrov bitta like bosamiz, endilikda videoni oxirigacha ko'ramiz. Chunki eng qiziqi videoni oxirida bo'ladi. Eng katta yangilik videoni oxirida aytib o'taman. Ya'ni pensiya yoshi o'zgardi deb shunaqa deb gap chiqyapti ekan internetlarda. Hammasi ham ishonish kerak yo'q deb o'ylayman. Chunki ko'pchilik shunaqa deb ishonib yurtgan ekan, ayollar 65 yoshdan endilikda pensiya oladimi deb. Yo'q, ayollarning pensiya yoshi o'zgargani yo'q. Hozir ham shu 60 yoshda ayollar, 63 yoshda erkaklar olyapti. Avvallari 2 yil oldin bilsangizlar, ayollar 55 yosh, erkaklar 60 yoshdan, ya'ni nafaqaga chiqardi. Ya'ni nafaqaga chiqib pensiya olardi. Endilikda unaqa emas, endilikda 60 yoshdan ayollar, 63 yoshda erkaklar pensiya olishni boshladi. Pensiya puli qachon o'zgaradi? Ya'ni ko'pchilik so'rayapti, pensiyaning narxi kam, pensiya puli vobshe kam bo'lib ketyapti deb. Pensiya puli ham endilikda ancha oshib qoladi. Ya'ni bahor oyidan pensiya puli 2 barobarga oshishi mumkin aziz yurtdoshlar. 2 barobarga pensiya puli oshib ketadi. Ya'ni videoning oxirida eng qiziq ma'lumotni aytib o'taman. Videomizga darrov yana bitta like bosib qo'y, kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozing. Agarda xato kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Pensiya puli 2 barobarga oshadi deb aytishyapti. Rostdan ham oshsa yaxshimi, osmasa yaxshimi? Ya'ni pensiya puli qanchalik ko'paysa yaxshimi sizlarga yoki ko'paymasami? Ko'pchilik aytayapti, pensiya puli oshsa oziq-ovqatning ham narxi oshib ketadi. Pensiya puli oshmasa shu narxda qoladi deb. Lekin unaqa deb bilmash kerak, chunki pensiya puli hali oshadimi, oshmaydimi, endilikda uni albatta katta yuqoridagi organlar hal qiladi. Men ham buni internetda olyapman, ya'ni aytishyaptiki, pensiya puli endilikda oshadi, 2 barobar bo'lib ketarmish. Ya'ni 2026-yil bahor oyidan, yoz oylaridan pensiya, ya'ni 2 million olayotgan odam 4 million olishi mumkin ekan aziz yurtdoshlar. Bu qanchalik rost, qanchalik yolg'onligini to'g'risi bilmadim aziz yurtdoshlar. Ko'pchilik aytayapti, ya'ni pensiya yoshi o'zgaradi. Ayollar 65 yosh, erkaklar 66 yoshdan pensiyaga chiqadi. Ayollarning pensiya puli 2 barobarga oshadi, erkaklarning ham 2 barobarga oshib ketadi. 2 million oladi odam 4 million oladi deb shunaqa mish-mish tarqatdi ekan. Unisini to'g'risi yolg'on deb bilaman, chunki pensiya yoshi hali o'zgarmadi. Shu pulda qoldi pensiya puli ham. Aziz yurtdoshlar, hali pensiya puli o'zgaradimi? Qonunda belgilangan yo'q aziz yurtdoshlar. Videomizga darrov bitta like bosamiz. Videoni oxirigacha ko'rganlarga ham rahmat. Eng qiziq ma'lumotni aytaman. Ayollarning yoshi o'zgargani yo'q. Shu 60 yosh, erkaklar 63 yoshda pensiyaga chiqadi. Ya'ni nafaqaga. Nafaqa puli o'zgargani yo'q aziz yurtdoshlar. Endilikda bahor oyidan ozgina ko'tarilib qolishi mumkin aziz yurtdoshlar. Videoni oxirigacha ko'rganlar katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.